usta akalarimiz bez ochki mana juda mutaxassis bo'lib ketgan, bez ochki qiladi. Ochki yo'q. Svarka qilaverib, ko'zlari ham pishib ketgan. Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar, hammalaring yaxshimisizlar? Hammalaring zo'rmisizlar? Konteyner profillaridan tom naveslar yoptirmoqchi bo'lgan aka-ukalarga bemalol pastki nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Butun respublika bo'ylab, ya'ni O'zbekiston Respublikasini barcha viloyatlariga xizmat ko'rsatamiz. Konteyner profillaridan 25 metrgacha bez ustun naves tomlarni yopib o'rnatib beramiz. Materialga keladigan bo'lsak, konteyner materialdan yopib o'rnatib beramiz. Barcha materiallar o'z hisobimizdan. Xudo xolasa, juda ham mustahkam, chiroyli holatda yasab o'rnatib beramiz konteyner profillaridan. Pastki nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Zakotovkalarini o'zimizning joylarda yasab, o'sha obyektni o'lchab olgandan keyin, mabodo ustalarga qaragan odam yo'q, yotoqqa sharoiti yo'q, ishchi odamlar bor. Shunaqa insonlar bo'lsa, o'zimiz joylarda tayyor holatini yasab olib borib o'rnatib beramiz. Hozirgi qilinayotgan ish Farg'ona viloyatiga 9,5 metrlik katta kazino qilyapmiz. Bez ustun konteyner profilidan o'zimiz joyda mana yasab olib borib o'rnatib beramiz. Ustalarga keladigan bo'lsak, ustalarimiz 15-20 yilga ustalar, o'z ishini ustalari, juda ham mustahkam holatda konteyner profillaridan yasab o'rnatib beramiz. Arkalarimiz bu holatda tayyor holatda bo'lyapti. Juda ham chiroyli, baquvvat arka bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar, tepa ham past ham korobka holatida. Bunga bu ustunlari, ustun xorilarini konteyner shivillaridan juda ham baquvvat material, ustun xorilarni shu materialdan qilamiz. Stenalari rossiyskiy temirlardan ham stenalari baland. Ustun xorilarni shundan qilyapmiz. Juda ham baquvvat. Ko'rib turganlaringdek. Xudo xolasa pastga nomerlar qo'yapmiz. 25 metrgacha bez ustun naves tomlarni konteyner profillaridan yasab o'rnatib beramiz. Xizmatlarimizni butun respublika bo'ylab ustalarimiz o'z ishini mutaxassislari, 15-20 yil staji ega mutaxassis ustalar. Bizi xonadonimizda yo yasaladigan obyektlarda bizi sharoitimiz yo'q ustalarga. Ya'ni ustalarni baqqani, ustalarga yotoqxona sharoitimiz yo'q. Bizi o'sha obyektni o'lchab, o'zlaringda tayyor holatda qilib yasab o'rnatib ketinglar deydigan insonlarga ham o'zimiz joylarda yasab o'rnatib olib boramiz, o'rnatib beramiz. Konteyner profili bilan tanishmas insonlarga ma'lumot berib o'tib ketaman. Konteyner profillari bozor profillaridan arzon, bozor profillariga qaraganda juda ham mustahkam, sinovlardan o'tgan, ya'ni qancha yuklarni osishib, sinovlarni ko'rsatgan. Xullas, bugungi kunda O'zbekiston sharoitida konteyner profili hozirgi kunda profillar ichida, ya'ni temir metallar ichida eng arzon, eng nomer 1 bo'lib turibdi. Bemalol qo'rqmasdan o'zlaringizni binolaringizni qurishlaringiz mumkin. Ya'ni tom naveslaringizni qilishlaringiz mumkin. Stenalari juda ham baquvvat.
Xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab qaytarib o'taman. Dastlabkilar ichida har bir materiallarni o'zimiz olib boramiz. Elektrodi, bolgarka toshi hammasi shu dogovorning ichida bo'ladi. Usta istab yurmaysiz, material istab yurmaysiz. Birdan hamma yo'g'ini olib boramiz, birdan bitkizib beramiz. Aytgan joylaringizni 25 metrga cho'r bez ustun tom naveslarda konteyner profillaridan yopib beramiz. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Xudo xolasa har bir qilingan ishga javob beriladi. Xudo xolasa tayyorlab beramiz. Bundan tashqari tom naveslardan tashqari kottejlarning o'rtasi darvozaxonasini bez ustun qilib yopamiz. So'rtaklar, uzumlarga uzum xorilar, vodiyda so'rtak deyiladi, boshqa joylarda uzum xori deyiladi, yana bir narsalar deyiladi. Zaborlar, parniklar, issiqxonalar konteyner profillaridan yopib beramiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari tom naveslarning narxi 250 ming so'mdan kvadrati boshlanadi, 400 ming so'mgacha. 400 ming so'mgacha yopib o'rnatib beramiz. Issiqxonalarning narxi 1 sotiga 7 milliondan boshlanadi. 15 milliongacha issiqxonalarni qurib beramiz, xudo xolasa. Eng arzoni issiqxonalarni arzoni 7 million chiqadi. Shunaqa gaplar, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Konteyner profillaridan juda ham mustahkam, juda ham sifatli qilib naves, tom, issiqxona qurib, yasab o'rnatib beramiz. Marhamat qilib pastdagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Dastlabkilari ichida xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Salomat bo'linglar.